kelinglar oshara qolamiz. Yoshlarimizni vaqtida qolamiz.
Taqdirimizdan. Marhamat. Abdurashid Egamberdiyev qarshingizda chiroyli qo'shiqlar bilan kelin-kuyovlarimizni istiqbol etdilar. Shunday ekan, ijodiy jamoaga to'y davomida omad tilaymiz. Biz esa buyuk Alloh nomini yod etib, bismillah deya so'zlarimizni boshlaymiz. Avvalo, assalomu alaykum. Qozoqdan, Qirg'izdan, O'zbekdan, Tojikdan, shahardan, qishloqdan, Qirtog'dan, cho'l biyobondan tashrif buyurgan mehmon mezbon Hazrati inson. Alloh farzi inson qarzi bo'lmish salomlarimizni yo'llaymiz. Assalomu alaykum, yaxshi niyatli, o'zlari ulug', qadami qutlug', yaxshi insonlar. Bugun sizdek farishtali insonlar bilan nurli kelajak barpo etilayotgan farahbaxsh oqshomda diydor ko'rishib turganimizga Allohimga behisob shukronalar aytamiz. Azizlar, bugun go'zal va tinch Tojikistonimizga yana bir baxtli oila qo'shilmoqda. Bugun shu sabab barcha siz ushbu go'zal oqshomga tashrif buyurib, ushbu oqshomni munosib mehmoni bo'lishga haqli ravishda erishib turibmiz. Shunday ekan, agar ruxsat bersalaring, bugun xonadon sohiblari hammani o'zgacha kayfiyat bilan qarshi olmoqda. Shunday ekan, to'yxona ostonasida quvonchlari ko'zlaridan balqib turgan xonadon sohiblari nomidan, to'y boshchilari nomidan barcha siz umr azizlarni xush kelibsiz, xush ko'rdik deymiz. Qadamlaringizga hasanat. Marhamat qilib o'z o'rinlariga o'tirib olishlaring mumkin bo'ladi. Kuyovjo'ralar, kelin poshona dugonalari o'tirib olasizlar. Agar bemalol bo'lsa, kelin-kuyovlar sizlar ham o'tirib olishlaring mumkin. Azizlar, mana shunday go'zal fursatlarda barcha siz aziz qora ko'zlar nomingizdan barcha xonadon sohiblariga, to'y sohibalariga qolaversa bugun Tursunboy hamda Muhabbatxon opalarimiz bilan yaxshi niyatlar ila qudandachilik aloqalarini o'rnatayotgan Qudatamon ahliga to'ylar muborak ushlayotgan shirin go'zali azaliy orzulari muborak bo'lsin deymiz. Sizlar barchangizga oqshom davomida a'lo kayfiyat onlarini sog'inib qolar ekanmiz. Bugungi to'yimizni asosiy sababchilarini, bugungi oqshomni asosiy qahramonlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bugun go'zal to'yxonamizda maxsus shaxslarni ishg'ol etib, bir kuyovlik, bir kelinlik mansablarini egallab turgan, bugungi oqshomda sultoni va malikasi bo'lib turgan Kuyovdira Islomjon Kelaposho Mavzunaxonlarni sizlarga tanishtiramiz. Aziz yoshlar, uzoq kutilgan visol oqshomi baxt sizlarga muborak bo'lsin. Allohning dargohidan sizlarga shuni so'raymizki, Allohim tanijoningizni sog', umringizni uzoq, rizqingizni ulug' etsin. Yaqin kelajakda o'zingiz kabi faizli farishtali, dini diyonatda mustahkam, odobi axloqi benazir farzandlarni dunyoga keltirishingizni so'rab qolamiz. Va mana shu tilaklarga qo'shilganlar bo'lsa, bitta chiroyli guldiroz qarsagini ham so'raymiz. Azizlar, kelinglar, bitta narsaga kelishib olamiz. Bugun hammamiz Islomjon bilan Mavzunaxonni to'yini nishonlashga keldik. Men hozir qarsakni Islomjon va Mavzunaxon uchun so'radim. Shunday ekan, haqiqiy o'zbekona qarsaklarni yo'llab qo'yasizlar Islomjon va Mavzunaxonlariga. Sağ olasizlar. Aziz kelin-kuyovlar, ushbu qarsaklar sizning baxtingiz uchun edi. Azizlar, sizlarni esa uzoq kuttirmaymiz. Bugungi oqshomni ijodiy jamoasini tanishtirib o'tirganmiz. Bugun professional video studiya Yunusov Production bugungi oqshomni chiroyli qilib tasvirga olib, tarixning oltin zarvaraqalariga muhrlashda o'zlarini shoista xizmatlarini aylanadi. Qolaversa, bugungi oqshomni chiroyli qilib tasvirga olib, YouTube platformasida Sultonobod News kanalini tashkil etgan Diyorbek G'aniyev boshchiligidagi ijodiy jamoa bugungi to'yimizda to'g'ridan-to'g'ri jonli efirlarda musofirda yurgan yurtdoshlarimizga taqdim etishdan mamnun. Shunday ekan, ijodiy jamoaga omad yor, Alloh madadkor bo'lishini tilaymiz va yana bir bor mamnuniyat bilan davramizga siz suygan va elimiz suygan, allaqachon elimizni qalbidan go'zal qo'shiqlar ila joy olgan ajoyib qo'shiqlar guldastasi muallifi hamda mohir ijrochisi, ajoyib ijodkor do'stimiz Abdurashid Egamberdiyev sokin taronalari bilan
ko'rinish beradi. Biz barchangizga a'lo kayfiyat va yoqimli ishtahalarni oqshom davomida sog'inib qolamiz, marhamat do'stim. Rahmat, salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, aziz yurtdoshlar. Mana bugun bir chiroyli bazm kechasi, bu kechalik sababchilar bo'lmish kelin-kuyovlarimizga baxt tilab qolamiz. Doimo baxtli bo'linglar. Qolaversa xonadon sohiblariga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat, olib kelgan qo'shnilarimizni e'tiborlarga havola etamiz. Hammalaringizga ishga qo'yib qo'shnilarimiz Almadın mı hediyeyi
yaxshi yo'lda xizmatda bo'lishdan charchamang. Sog'ligingiz bo'lsin. Azizlar, to'g'ri tushunasizlar, kasbimizni mas'uliyati bosadi. To'yni bir boshlab olguncha, bir yo'lga ramkaga tushirib olguncha, xalqona qilib aytganda ozgina mas'uliyat bosadi. Men ona yurtimdan alohida uzr so'rayman. Bugun Mavzunaxon singlimiz bizga singil bo'ladi. Onajonimni qarindoshlari, onajonimni qarindoshlari, ona yurtim to'ylari muborak bo'lsin deyman alohida sizlarga. Mana shunday chiroyli kunlari muborak bo'lsin, yetkazganiga shukr aytamiz. Azizlar, hozir bir narsani so'rashdi. Boya yuqorida aytganimizda ko'pchilik tushunmagan mehmonlarimiz bo'lgan. Azizlar, bugungi to'yimizni mana shu to'yxonada o'tirganlardan tashqari dunyoning qay chekkasida bo'lmasin, Rossiyada bo'ladimi, hatto Amerikada bo'ladimi, ko'rish imkoniyatiga ega. Shunda YouTube'ga kirasizlarda Sultonobod News deb yozasizlar. Sultonobod rasmiy kanali chiqadi. O'sha yerda bugungi to'yimizni bemalol tomosha qilishlari mumkin. Azizlar, bugun yigitlar mana shu asosan ukamiz Diyorbek ushbu kanalni yo'lga tushirib olguncha, ushbu kanalni obunachilarini yig'ib olguncha ko'plab mehnatlarni yig'di. Ukajonim, ishlarga omad tilaymiz. Mana shunaqa mayda-mayda yig'ilib katta daryolar, okeanlar paydo bo'lgan. Bugun o'ylaymizki, mana shu sizni qo'llab-quvvatlab turgan podpischiklaring orasida bugungi to'yni intizorlik bilan kutib turgan mehmonlarimiz ham bor. Azizlar, sizlarga maroqli tomosha onlarini sog'inib qolamiz. Biz esa tabriklarni mamnuniyat bilan boshlaymiz. Azizlar, bugun mana shu to'yimizga tashrif buyurgan jamiki insonlar, aziz mehmonlar borki, qalbida shirin ezgu tilaklar bilan tashrif buyurgan. Albatta, Kevtara ukajonim, bugun Alloh uchun siz bilan do'st tutingan, siz bilan har qanday vaziyatda sinalgan, toplangan do'stlar yoningizda talaygina. Bugun ular ichida bir qatori bugun sizni quvonchli kuningizda ham mehmon sifatida, sizni do'stingiz sifatida ishtirok etmoqda. Shunday ekan, biz davramizga qadrdon do'stlarni, sadoqatli do'stlarni otashin tilaklari bilan ilk tabrik marosimlarini boshlash niyatidamiz. Shunday ekan, yerga ursa ko'kka sapchiydigan ukalarimizdan biri Parvizjonni go'zal tilaklar uchun davramizga taklif etamiz. Qolaversa, Parvizjonga hamroh qilgan holda kelin podsho Mavzunaxon singlimizni ajoyib dugonasi Shahnozaxon singlimizni ham taklif etishdan biz mamnunmiz. Marhamat, qadrdon do'stlar, otashin tilaklar uchun navbat yetdi. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Mana bugun katta to'y tantana. Bu tantananing sababchisi o'rtog'im Islomjon va bugundan kelinimiz Mavzunaxonlardir. Men bu ikki yoshga baxt tilayman. Baxil bo'ylar o'rta. Evlidagi Alloh libos yarashibdi dugona. Hamma senga havas bilan qarashibdi dugona. Dunyodagi eng go'zal kelin bo'lgan yolg'iz yagona. Yoningda turgan yoring ro'z baxtli qilsin pinhon. Evlidagi Alloh libos yarashibdi dugona. Orzularing bag'rida yashayver yona-yona. Otam degin, onam degin rozi bo'lsin qaynona. Elingni sen hurmat qil, senga bo'lsin parvona. Evlidagi Alloh libos yarashibdi dugona. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Doimo Rahmat, albatta chiroyli tilaklar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Azizlar, sizlar kutgan daqiqalar sari yaqinlashayotgan ekanmiz. Abdurashid Egamberdiyev ajoyib qo'shiqlar bilan qarshingizda ko'rinish uchun taraddud ko'rmoqda. Shunday ekan, yana bir bor guvohlarimizga murojaat etar ekanmiz. Aziz guvohlar, ilk tabrik marosimlarini o'zlaring boshlab bergan ekansizlar. Ajoyib raqslarni ham o'zlaring boshlab berasizlar degan niyatimiz. Azizlar, ilk qo'shiqlar guvohlarimiz uchun davomiy qo'shiqlar kuyovjalalar, kelin podshohona dugonalari va barcha siz aziz muhtaram mehmonlar uchun armog'on etiladi. Davom etamiz, marhamat. Davramizga guvohlarni chalib qolamiz. Boshlaymiz shu masalani. Never
Rahmat do'stim, albatta chiroyli qo'shiqlari uchun, ajoyib chiqishlari uchun, a'lo kayfiyat uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz azizlar. Davramizdagi chiroyli raqslar uchun, bugungi fayzu tarobat uchun, kuyovjo'ralarimizga kelgan poshshona degonalariga ham chuqur minnatdorchilik izhor etamiz. Aziz mehmonlar, allaqachon bugungi to'yimiz uchun tayyorlangan taomlar dasturxoni uzra toptaq etilmoqda. Shunday ekan, yana bir bor barchangizga yoqimli ishtahalarni sog'inib qolamiz. Biz esa mana shu fursatlardan munosib foydalangan holda qarshingizga bugungi to'y sohiblarini taklif etish niyatidamiz azizlar. Azizlar, bugun biz o'ta madaniyatli, qalbi pok, mehmondo'st insonlar xonadonida mehmondamiz. Ularning yaxshi kunida, mana shunday chiroyli baxtli oqshomida, baxtli onlarida ularga hamroh bo'lishdek baxtga biz ham muyassar bo'lib turibmiz. Azizlar, shunday ekan, hozir mana shu yerda o'tirganlarim, mana bu Xudo tomonidan kelgan insonlarim aytish mumkin, bu kelin poshshoni onasini, adasini ismini aytib, falonchi kim bilan quda bo'ldi ekan, kuyovdarani dadasi qaysi ekan, onasi qaysi ekan deyish mumkin. Mana bu kuyov tomonni ham qarindoshlari aytish mumkin. Shunaqa chiroyli qizni, shunaqa tarbiyali qizni dunyoga keltirgan ona kim ekan? Bir ko'rsak degani yaxshi niyatlar bilan o'tiribdi. Bugun qolaversa mana shu prямой efirdagilar ham kim to'y qilayotganini bilishga qiziqdi endi. Shunday ekan, davramizga kuyov to'rini, dadajonlarini, ya'ni Tursunboy amakimizni, onajonlari Muhabbatxon onamizni, qolaversa kelin poshshoni onajonisini ham, Xudo xolamizni ham davramizga taklif etamiz, albatta chiroyli otashin tilaklar bilan. Azizlar, bu insonlar bu kunlarni bugun Islomjon bilan kelin poshshodan ham ko'proq kutgan. Bu kunlarga yetish uchun yillar davomida halol mehnat qilgan, orzular qilgan. Bugun mana shunday shukronali kunlar, orzular ushalgan oqshomda bugun ota-onalarni qalbida jo'sh urib turgan farzandlari uchun atalgan ajoyib tilaklari va yillar davomida farzandlar uchun atalgan duolarini ham bugun biz ham eshitishga muyassar bo'lamiz. Shunday ekan, marhamat xonadon sohiblari, to'y sohiblari, davramizga kelasizlar. Bugun chiroyli otashin tilaklar uchun navbat sizlarga yetdi. Marhamat Tursunboy amakimizni hamda Muhabbatxon onajonimizni, kelin poshshon onajonisini ham taklif etamiz. Marhamat. Agar mumkin bo'lsa kuyovlarni, dadajonisini ham olib kelasizlar. Marhamat. Xudo xolamizga ham keling. Keling hozir. Amakijon keling. Keling hojon, keling. Kelinglar. Kelinglar. To'ylari muborak bo'lsin hojona. Amakijon to'ylari muborak bo'lsin. To'ylari muborak bo'lsin. Azizlar, bugun biz Oybekjon akamizni birgalikda bir joyda ishlaymiz. O'sha inson tufayli bugun xizmatga keldik. Xudo qarasam o'zimizni qo'shnilar ekan. To'ylarim muborak bo'lsin. Bu ham begona emas, xolajonim, to'ylarim muborak bo'lsin. Farzandlari baxti kamoli muborak bo'lsin. Ana endi bitta chiroyli duolar, tilaklar bilan to'yimizni davom ettirasizlar. Kelishdikmi? Marhamat. Sizdan boshlaymiz hojona.
boran qizim Abdurahmonlarni baxt nikoh kechasi o'qirar ekanmiz. Men ularga sog' salomatlik, kelajak ishlarida zafer, omad, doimo sog' salomat bo'lsin, serk farzand bo'lsin. Hammalaringiz kelganlaringizga rahmat. Doimo yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Alloh hammamizni salomatlikda saqlasin. Yana bor rahmat hammalaringizga. Assalomu alaykum, hurmatli kelgan aziz mehmonlar. Bugungi shodiyona kechamizni qaroqchilari o'g'lim Islomjon, qizim Mavduna xolani nikoh kechasiga xush kelibsizlar hammalaringiz. Ularga baxt va saodat tilayman. Qo'sha qavirsin, bola chaqalari ko'p bo'lsin. Hamisha hoji ona, hoji bobo bo'lsin bular ham kelajakda. Hammalaringiz xush kelibsizlar, kelin kuyovlar vaqti bo'lsin. Hamisha. Avvalambor xush kelibsizlar. Mana bu ikkala yoshga men uzoq umr, sihat, salomatlik, kelgusida omadlar tilayman. Va shu bilan qatori mana shu to'yga qatnashayotgan jigarlarim nomidan bu ikkala yoshga uzoq baxtdan esa taxt tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin. Anxoni ulug'i kunga qarindosh. Dard to'lib ketganda topilmas sirdosh. Nomkasi nomadga hech egmas bosh. Ukamning omadini bergim Xudoyim, ukamning baxtini bergim Xudoyim. Avvalom ushbu davra qatnashchilari hammalaringiz xush kelibsizlar. Bugun yana bir chiroyli juftlik Tobayevlar sulolasiga qo'shilmoqda. Ukamga baxt, kelinimizga taxt tilayman. Doim baxtli bo'lsin. Aziz boshlari hech qachon egilmasin hayot yo'lida. Egilsa ham faqat sajdaga, joy namozga egilsin. Assalomu alaykum. Yaqindan kelgan aziz mehmonlar, rasmiylar, xonadonlar. Sizlarga katta baxt, omad, ulardan haq qilaman, lekin oddiygina bir yaxshigina baxt tilab qo'yaman. Baxtli bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bu tog'ay to'ylarida to'yning sababchisi ukam Islomjon va shu kundan kelinimiz Mavduna xolani. Men ularga umr uzoq tilayman. Rahmat, albatta chiroyli tilaklar uchun. Onajon yaqinroq kelasiz. Telefon berasiz. Keling onajon yaqinroq kelasiz. Onajon ketmay turing. Ozgina vaqtingizni olamiz. Islomjon akajonim, qaraysiz qanaqa baxtli insonsiz. Ota-onangiz, jigar go'shalaringiz sizni yoningizda turibdi. Mana shunaqa kunda sizni duo qilib, qo'llab-quvvatlab turibdi. Bu katta baxt. Islomjon, siz hozir millionlab pullarga topilmaydigan baxtga egasiz. Dunyoda ota-onasini bir bor ko'rish uchun, ular bilan bir bor duosini olib, suhbatini olish uchun bor budini berishga tayyor insonlar juda ko'p. Ular bunaqa insonlar oramizda ham juda ko'p. Bugun qarang siz qanaqa baxtlisiz. Amakijon to'g'rimi gapim? Hojona to'g'rimi gapim? Hozir hayot shunaqa bo'lib qoldi, hamma narsaga reallik bilan qaraydigan zamon kelib qoldi-da. Hozir uzoqqa bormaymiz, mana shu yurtdoshlarimiz oilasini boqish uchun, tirikchilik qilish uchun musofirga boradi. Musofirga borib ishlaydi. Bu narsaga ko'p bor guvoh bo'ldim. Kimdir telefon qilsa, u qarindoshingiz bo'ladimi, do'stingiz bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, telefon qilsa yaxshimisan deydi-da, keyin ishlaring qalay deydi. Qanaqa pul topyapsan deb so'raydi. Faqat agar ahamiyat bersalaring, onangiz telefon qilsa Islomjon, birinchi o'rinda so'raydigan narsasi bolajonim, joning sog'mi deydi. Yaxshi yeb ichyapsanmi, usti boshing qalinmi deb so'raydi.
Bu baxt ukajonim. Bunaqa baxtni topish qiyin. Onajon farzandlardan nechta? 3ta. Mana endi 4ta bo'ldi. Mana shu 4 talasini 4 tomonlaridan turib onajonim desin, xizmatlaringni qilsin. Mehribonim desin, farishtam desin, duogo'yim desin. Bu ham bitta baxt, to'g'rimi onajon? Hozir bitta she'r o'qib beraman. Mana shuncha farzandlaringiz nomidan, ularning nomidan ham qabul qilasizlar. To'g'rimi akajonim? Islomjon, bitta narsani aytib o'taman bu gapdan she'rdan oldin. Biz shunaqa hovsi demgan bandamizda uni hamma xato qilish mumkin. Ko'plar aytadi. Onangga telefon qildingmi desa, ha 3 kun bo'ldi deydi. 3 kun oldin pul jo'natgandim deydi. Lekin unutmang, onani har dam, har lahza yo'qlab turish kerak. Ularning duosini olish kerak. Ota-ona g'animat. Ba'zida urushib bersa xafa bo'lib qolamiz. 3 kunlab gapirmay yuramiz. Lekin bu noto'g'ri narsa. Ba'zan so'ksa qilibgina, har doim ham demaymiz ko'p. Onaga hech qilmang ta'na, onamizdan qarzimiz ko'p. Sochlariga qo'nganda qor, qalbiga hech bermang ozor. Ta'zim qiling, xizmat qiling takror va takror, onamizdan qarzimiz ko'p. Bir parcha et tana edik, yana dedik. Ulg'aygancha ona dedik, onamizdan qarzimiz ko'p. Ko'rgan kuni ko'ngli yozdir, yo'qlab tursak unda sozdir. Qancha mehr bersak ozdir, onamizdan qarzimiz ko'p. Sizga takror aytay yana, berganingiz qilmang ta'na. Jannat uchun yo'ldir onamizdan qarzimiz ko'p. Iloho har bir farzand ota-onasini hayotligida qadrlab, ularning duolarini olib, xizmatlarini qilish nasib etsin. Endi mana shu tilaklarga qo'shilganlar bo'lsa, bitta chiroyli uyalmasdan go'dras qarsa chalishsin. Sağ olasın. Rahmat. Hani endi rahmat olsun. Endi amaki bitta o'ynab berasizlar. Mana qarindoshlarda olasizlar, xudolarda olasizlar, endi bitta o'ynab berasizlar. Kelishdikmi? Davralarni qo'ying ochib. Erinmasdan keldi tog'lar oshib. Mehr bilan keldi shoshib. Qarindoshlar bir o'ynasin deb jigarlar bilan xonadon ahlini chiroyli raqslarga yana bir bor qarsaklarning sadosi ostida taklif etamiz. Marhamat. Davom etamiz.
Seni